Roma charchamasmi? Ko'raman-da. Akbar bo'lgan farzandini yaxshiroq bo'lgan. Zo'r berib Yettin tushirib boraman. So'ng Bo'ston qavarga yetdim. İkinci marrasi 11 bo'lib qolyapti Xolbek polvonlar. Nima sababligini Oktavaga tushuntiring, nima sababligini 11da nima sababda 11 qilayotganingizni tushuntiring polvonlarga. Jilovmi? Jilov oldi deyapti uni. Aylantirib tashlaysizlar. Aylantirib tashlaysizlar yuqoriga kir yuvish mashinasi. Jilov oldi deyapti. Men ko'rib turibman, ishda turibdi. Jilov oldi deyapti Oktavaga. Keldi qahramon polvon. Voydagilarda qahramon polvon. Kir yuvish mashinasiga yuqoriga marramizga tashladi. Polvonga nasib etdi, omonlarim bersin. Ne bo'lsa-da mana Bekzod Mamadyorovning shamol avlodlari bilan ne bo'lsa, Somin ne bo'lsa, Bekzod tadbirkor Mamadyorov Bekzodjon tadbirkorning shamol avlodlari bilan